Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ingliz tili grammaticasidagi 4-darsimiz there is, there mavzusini o'rganamiz. There is, there bu yerda bor deb tarjima qilinadi. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga oson usulda tushuntirib beraman. There is. Biz uni qachon ishlatamiz? Aynan mana shu formulaga qarab ishlatamiz. There is plus singular, ya'ni birlik otlar bilan. Misol uchun, there is a book on the table. There is a cat in the room. There is an apple in the bag. Ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, a book, a cat, an apple. Bularning barchasi singular, ya'ni birlik otlar hisoblanadi. Shuning uchun ham biz bular bilan there is ishlatamiz. Stol ustida kitob bor, kitob bitta. Xonada mushuk bor, mushuk bitta. Sumkada olma bor, olma bitta. Barchasi singular. Shuning uchun ham there is ishlatamiz bu yerda bor deyish uchun. Savol shaklini esa aynan mana shu formula orqali yasaymiz. Ya'ni is there plus noun. Is theredan oldinga chiqadi. Ya'ni birlik bo'lganligi uchun. Misol uchun, is there a bank near here? Tarjimasi bu yerda yaqin bank bormi deb tarjima qilinadi. Bank bitta, ya'ni birlik ot hisoblanyapti. Shuning uchun ham biz is there deb foydalanamiz savol berganimizda. Javob berish uchun esa agar ha bo'lsa yes there is, yo'q bo'lsa no there is not yoki qisqartirib isn't desak bo'ladi. Inkor shaklini qanday yasaymiz? Inkor shaklini biz is not qo'shimchasi orqali yoki isn't deb qisqartirib aytsak bo'ladi. Bu bizda bu yerda yo'q deb tarjima qilinadi. Is bor bo'lsa is not yo'q deb tarjima qilinadi. Misol uchun, there isn't yoki there is not a computer in the room. Ya'ni xonada kompyuter yo'q. There isn't bu yerda yo'q. A computer bitta. Va tarjimasi xonada kompyuter yo'q. Bu yerda yo'q bo'lyapti. Is not foydalanilganligi uchun. Xo'sh, zerani biz qachon ishlatamiz? Zera esa teskarisi, ya'ni ko'pliklar bilan birga keladi. Ko'plik otlar bilan ishlatamiz bu yerda bor deyish uchun. Misol uchun, there are two books on the table. Stol ustida ikkita kitob bor. There are 5 students in the class. There are many trees in the park. Bularning barchasida ko'plik otlar ishlatilgan, ya'ni bittadan ko'p. Misol uchun, ikkita kitob bor, 5 students, ya'ni 5 ta o'quvchilar, many trees esa ko'p daraxtlar. Hammasi bittadan ko'p bo'lganligi uchun, ya'ni ko'plik bo'lganligi uchun bu yerda bor deyish uchun biz there'dan foydalanamiz, there is emas. There'ning savol shakli qanaqa yasaladi? Are there'dan oldinga chiqadi va undan keyin esa ko'plik otlarini qo'yamiz. Misol uchun, are there any shops nearby? Yaqinda do'konlar bormi? Ya'ni do'konlar bittadan ko'p bo'lyapti. Shuning uchun are there dan foydalanamiz. Javobimiz esa yes they are, yo'q bo'lsa no they are not yoki aren't bo'ladi. Inkor shaklini biz qanday yasaymiz? Inkor shaklida esa biz are not yoki qisqartirib aren't qo'shimchasidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda yo'q deyishimiz uchun. Misol uchun, there aren't any cars in the street. Ko'chada mashinalar yo'q. Ya'ni there aren't. Bu yerda yo'q. Faqatgina ko'plik otlarimiz uchun. Ya'ni any cars. Cars bu mashinalar, ko'plik bo'lganligi uchun ham biz there are, ya'ni are dan foydalanamiz. Yo'q deganimiz uchun ham not qo'shib aren't deb aytamiz. Dars foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. O'rganishni istagan mavzuyingizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darslarimiz bundan-da foydali bo'ladi. Obuna bo'lib, har bir videolarimga like bosib, kuzatishda davom eting.